ko'pchilikda shu muammo kuzatiladi. Kanalizatsiyadan yomon hid keladi. Sizlar uchun обратный klapan olib keldik. Buni shu kanalizatsiyani qovuriga, ya'ni turbasiga qo'ysangiz bo'ladi. Bu bilan обратный hid kelmaydi. Mana chiqindi ketgan paytida bu yerda knopkasi ham bor. Ko'rib ko'rsangizlar, o'tib ketgandan keyin обратный klapani yopiladi va hidni hech qanday narsani qaytib bu yerga olib kelishga qo'ymaydi. Keyin buni yana bitta qulaylik tomonlari bor. Masalan, kanalizatsiya to'lgan paytida sim bilan yoki tros bilan tozalanadi, to'g'rimi? U ko'p uzun bo'lsa, simingiz, trosingiz yoki tiqilib qoladi. Buni yana bitta qulaylik tomoni mana ochiladi. Xohlasangiz bu tomonini tozalashingiz mumkin tros bilan. Xohlasangiz bu tomonni tozalab bo'lgandan keyin yana buni o'z holicha qo'yib, yana avvalgidek ishlatsangiz bo'ladi. Ustida o'rni ham bor. Qaysi holatda qo'ysangiz farqi yo'q. Bu ishlayveradi. Xolos, shunaqa kerakli narsalarni birma-bir do'konimizdan olib kelsangiz bo'ladi. Narxi esa 249.900 so'm. Xolos, bu Turkiya mahsuloti bo'ladi. Kimga kerak bo'lsa, bemalol Pradab do'konidan xarid qilishingiz mumkin. Viloyatdan bo'lsangiz, dastavka ham qilib beramiz. Narxi esa 249.000 so'm bo'ladi. Shunaqa qiziqarli videolarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifamizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.